Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari. Navbatdagi darvozamizni qarshiga olib kelib o'rnatdik. Bu xolos ko'rishlaringiz mumkin. Listlari 1-2lik qalin listlar foydalanilgan. Ovozdan bilsangiz bo'ladi. Nержавейка qo'yilgan. Orasidan hop, yon profillari 8x6, 1.5 stenkasi. Tag qismlari shvillar. Vaznaq joylarini qo'yilgan. Eniga 4 metr, balandligi 290 razmerga qilingan. Yana bitta garaj qismlari bor. Zamoklar xudo xolisi original zamok, Afex zamok qo'yilgan. Videoni uzmay tomosha qilib turasizlar. Bu garaj qismiga qilingan buni. Razmeri eniga 3, balandligi 225 razmerda qilingan. Bunga ham shu bir xilda nержавейкалар qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin, xudo xolisi. Kvadrat metrini 750 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. O'zbekistonning istalgan, izlagan yerlaringga qayerdan bo'lsalar qo'ng'iroq qilaverasizlar. Borib o'rnatib beramiz.